Buxoro shahrining Karvon bozor atrofidan 7 sotixdan iborat yana дополнительный uchastka qurish uchun yeri, ko'tarib qo'yilgan korobka holatdagi xonlar, yashash holatiga tayyor bo'lgan xonlar bilan birga sotilayotgan uchastkamizni video obzorini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu alohida yer qismi deb o'tdik, mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu tomonda uzun terasa yokida koridor qilib qo'yganlar, дополнительный ikkita xonasi bilan birga. Katta terasa mana. Bu tomonda esa keyingi xonalari. Koridor qismi plus mana bu yoqda spalnyasi. Bu tomonda esa asosiy zal qismi. Uylari katta tashlangan kompakt holatida. Birta emas, ikkita emas, 3 ta uylarga moslashgan uchastka bu qadar o'mlashini. Mana bu yoqda asosiy darvoza qismi. Darvozaning o'zini katalogini ko'rib o'ting, bemalol 2 talab, 3 talab mashinalar chiqar ekan. Bu tomonda esa oshxona qismi, mana bu kuxon mebel garniturlari qo'llar ekan. Oyoqdagilari laminat qo'yilgan, xonamiz foniy remont holatida. Pardalar jaluzi qo'ygan ekanlar. Bu tomonda sanuzul qismi, hambomi, ya'ni vanna xonasi. Oyoqdagilari kafilcha qilib qo'yilgan, devor atrof plastiklar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Bu tomonda esa hojatxona qismi. Hozir xonalarini ko'rsatib o'taman. Kirgandan tayyor holatdagi xonamiz, koridor qismi, bu tomonda zali va spalnyasi. Mana bu asosiy zal qismi. Zalning o'zining katalogini ko'rib o'ting. Uyimiz balandligi 3,5 metr, patolog gipsokardon qilingan, xonamiz foniy remont holatida, jihozlari qo'lar ekan. Bu tomonda esa spalnya qismi. Spalnyasining o'zi ham akkuratli holatda. Bu tomonda sanuzil, ya'ni hojatxonasi. Mana hojatxona qismi ko'rib o'tinglar. Mana shu kadastrda 7 sotiq bo'lgan uchastkamiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar Karvon bozor yonida. Narxi navosiga keladigan bo'lsak, 79900 yetli uy egalari yana kelishtirib arzon qilib berar ekanlar. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli uchastkamiz egasiga aylanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.